Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Tacikistan'da bir həftədəki 2 qıtımlıq hücumda 5 Xitay öldürüldü. Aldınqı çarşamba Tacikistan'da yüz bergen quralliq hücumda 3 Xitay öldürülüb, 1 Xitay yaralanğandan keyin yakshanba kuni yana bir qatimli qurolliq hujumda 2 Xitoy o'ldirilib, bir necha Xitoy yaralangan. Tojikiston Tashqi ishlar ministrligi oldingi hafta bayonot e'lon qilib, 26 noyabr kechda 4 Xitoy fuqarosining chegara rayonida uchquchisiz havo apparatining hujumiga uchraganligini, ularning 3i o'ldirilib, birining yaralanganligini bildirgan edi. Tojikiston chegara qismlarining e'lon qilishicha, 30 noyabr kechda yana bir qatimli qurolliq hujum yuz berib, 2 Xitoy o'ldirilib, bir necha Xitoy yaralangan. Chorshanbadagi qurolliq hujum Tojikiston bilan Afg'onistonning chegarasiga joylashgan Xatlon viloyatining Shamsiddin Shohin rayonida yuz bergan bo'lsa, yakshanbadagi qurolliq hujum Afg'oniston bilan chegaralanadigan Tojikistonning Gorno-Badaxshan viloyati Darvoz rayonida yuz bergan. Chorshanba kunidagi qurolliq hujumning nishoni Shohin SM cheklik shirkati ekanligi, mazkur Xitoy fuqarolari bo'lsa, bu shirkatning xizmatchilari ekanligi ma'lum bo'lgan edi. Tojikiston Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida oldingi hafta orqama-orqa 2 qatim qurolliq hujum voqeasi yuz berganligini, jami 5 Xitoy fuqarosi o'ldirilib, 5 Xitoy fuqarosi yaralanganligini e'lon qilgan. Xitoyning Tojikistondagi bosh elchixonasi har 2 hujumni dalillagan va Xitoy fuqarolarini yuqorqi rayonlarga hargiz bormaslikka chaqirish bilan birga chegara rayonidagi Xitoy shirkatlari va fuqarolaridan chegara rayonidan jiddiy chekinishni talab qilgan. Tojikiston prezidenti Afg'oniston fuqarolarining bu qonunsiz va ig'vogarchilik harakatlarini qattiq ayblaydiganligini, zarur tadbirlarni qo'llanib, bu xil voqealarning qayta yuz berishining oldini oladiganligini bildirgan. Mazkur qurolliq hujumlarning Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Tojikistonni ziyorat qilib, bir necha kundan keyin orqama-orqa yuz berishi alohida diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy Urumchida Turkiston Jumhuriyatlarini asos qilgan orqama-orqa 2 yig'in o'tkazdi. Xitoy irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonga bu hafta 2 xalqaro yig'in o'rinlashtirgan bo'lib, bu Xitoyning Turkiston Jumhuriyatlari bilan hamkorlikni texmi kuchaytirish, ta'sirini texmi zo'raytirish va irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urinishdagi eng yangi harakatlari hisoblandi. Xitoy tashviqot vositalarining xabar qilishicha, 1 dekabr 9 navbatlik O'rta Osiyo rayonlik iqtisodiy hamkorlik aql ambiri taraqqiyot munbiri Urumchida o'tkazilgan. Yig'inga O'rta Osiyo rayonlik iqtisodiy hamkorlik turining aql ambiri ittifoqiga a'zo organlarning vakillari va har qaysi sohalardagi mutaxassislardan 150 ga yaqin kishi qatnashgan. Munbarda yeshil turlar asosida mablag' yurishtirish, yeshil banka davomlashadigan qarz, xalqaro yordam qatorliq sohalardagi hamkorlikni texmi kuchaytirish, sistemalashtirish muzokara qilingan. Xabarda mazkur munbarni O'rta Osiyo rayonlik iqtisodiy hamkorlik institutining ro'yobga chiqarganligi, bu institutning O'rta Osiyo rayonlik iqtisodiy hamkorlik turi mexanizmini bilim bilan ta'minlaydigan organ ekanligi, shundaqla bu rayondagi birdan-bir hukumatlar aro saviyasidagi xalqaro organ ekanligi bildirilgan. Bundan sirt O'rta Osiyo iqtisodiy hamkorligi Tangritog' munbarimi 2-3 dekabr kunlari Urumchida o'tkazilgan. Munbarni o'xshashla O'rta Osiyo rayonlik iqtisodiy hamkorlik instituti mas'ul bo'lib, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat va Osiyo taraqqiyot bankasi hamkorlashib o'tkazilgan. Aloqador xabarlarda mazkur munbarning O'rta Osiyo rayonidagi savdo, qatnash, energiya va raqamlik aloqaga markazlashadiganligi, ko'p taraflik suhbat supasi qurilib, rayon hamkorligi ilgari surildiganligi, taxminan 300 ga yaqin kishining qatnashadiganligi bildirilgan. Xitoyning Turkiston Jumhuriyatlaridagi har qaysi sohalarga singib kirish harakatlari yaqinqi yillarda misli ko'rilmagan darajada kengaygan bo'lib, bu mazkur davlatlardagi fuqarolarning noroziligini va andisini kuchaytmoqda. Kreml sarayi Putinning seshanba kuni Amerika vakili bilan ko'rishadiganligini bildirdi.
Kreml sarayının e'lon qilgan bayonotiga asoslanganda Rossiya prezidenti Vladimir Putin tushdan keyin Moskvada Amerika alohida vakili Steve Witkoff bilan Ukraina masalasi to'g'risida ko'rishdi ekan. Ikki taraf Amerika va Ukraina doiralarining Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinishlarni oxirlashtirish uchun Amerika asos qilinishini talab qilgan Amerika plani haqida suhbat o'tkazgandan keyin bir yerga jam bo'ldi ekan. Kreml sarayi bayonotchisi Dmitry Peskov dushanba kuni o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarga Witkoff bilan ko'rishishning ati tushdan keyin o'tkazilishi planlanmoqda dedi. Putin o'tgan hafta Rossiyaning hujumlarini to'xtatish sharti sifatida Kiyevdan Moskva o'zining zimini deb qaraydigan rayonlarni o'tkazib berishni talab qilgan edi. Va undaq bo'lmaganda armiyasining bu rayonlarni zo'rliq kuchi bilan qo'lga kirgizadiganligini aytgan edi. Witkoff ilgari Putin bilan Kremlda bir necha qatim ko'rishgan bo'lib, mazkur Amerika amaldori Moskva bilan o'tkazgan suhbatlardagi pozitsiyasi sababidan tanqidga uchragan edi. Amerikaning urushni oxirlashtirishga munosabatlik tunji plani Kreml sarayining talablariga odatdan tashqari darajada bo'ysunganlik deb qaralgan edi. Yevropa ittifoqi kelar haftaning Ukraina uchun burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini bildirgan bo'lib, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy dushanba kuni Parijga berib, Yevropaning Kiyevga berayotgan yordamini kuchaytirishga tirishgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.